Ammo qon bosimi yuqori bo'lganlarga sarimsoq umuman mumkin emas. Bosim ko'tarilishi mumkin. Agar kishining yuragi xasta bo'lsa va sarimsoq iste'mol qilsa, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Agar kishi oshqozon osti va jigari kasal bo'lsa, u ham sarimsoq yesa har xil og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Ammo biz bioqo'shimcha olsak, bioqo'shimcha esa o'simlikning aktiv qismidir. Tianshida chesnochное масло nomli qo'shimchamiz bor. U ham gijjalarga qarshi juda yaxshi vositadir. Virusli infeksiyalarda, shishlarga qarshi. Lekin sarimsoqdan farqli o'laroq u gipertoniklarning qon bosimini tushiradi. Yurak faoliyatini yaxshilaydi. Ishemik xastaliklarda foyda beradi. Oshqozon va 12 barmoqli ichak yerilarini tuzatishda juda yaxshi yordam beradi. Chunki bu yerilarni bakteriyalar hosil qiladi va sarimsoq ana shu bakteriyalarni yo'q qiladi. Gepatiti borlarga ham juda yaxshi yordam bo'la oladi. Organizmning immunitetini oshiradi. Aynan immunitetning kamayishi gepatitga sabab bo'ladi, bilasizmi? Qand kasali borlarga ham juda kerakli vosita. Ayniqsa ikkinchi tipli qand diabeti bilan og'rigan bemorlarni bilamizki, oshqozonlari yaxshi ishlamaydi va bunda bioqo'shimcha yordam beradi. Sarimsoqni o'zi bu kabi kasallarga yordam bo'la olmaydi. Qo'shimchani esa ular qo'rqmasdan iste'mol qilishlari mumkin. Nima uchun? Sababi sarimsoq tarkibida muvofiqlashtiruvchi modda mavjud ekan, ya'ni kimik reaksiyani o'zgartiruvchi zararli modda. Ko'pchilik muhamorni davo sifatida ishlatadi. Agar muhamorning bir tomchisi olinsa, u yordam beradi. Ko'p miqdordagisi esa zarar qiladi. Ya'ni bir tomchisi dori, ko'pi esa zahardir. Sarimsoq ham xuddi shunday. Demak, qo'shimcha bu kerakli miqdorda olingan faol narsa bo'lib, uni sof holida bir butun qilib ajratib olish uchun maxsus texnologiya kerak bo'ladi. Tianshida mana shunday texnologiya talab qilinadigan barcha sifat sertifikatlari mavjud. Bizda nechta sertifikat bor? Qo'lingizni ko'taring. Kim ayta oladi? 5 ta. 6 ta. 8 tami? Yo'q. Keling, sanab ko'raylik. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi sertifikati bor. Bu sertifikatni barcha davlatlarda berishadi. Ma'nosi mahsulot tarkibida zararli narsalar, masalan, og'ir metall kabi elementlar yo'qligini bildiradi bu sertifikat. FDA sertifikatning ma'nosi radioaktiv elementlar yo'qligini va bu mahsulotdan zaharlanish mumkin emasligini ko'rsatadi. Birinchi sertifikat mahsulot sotiladigan mamlakatda beriladi. Ikkinchisi AQShda beriladi. GMP sertifikati Angliyada beriladigan Yevropa sertifikati bo'lib, mahsulot qaysi xom ashyodan olinganligini bildiradi. Masalan, ko'chada o'lib yotgan mushukni olib, undan bioqo'shimcha ishlab chiqarish mumkin. Buni esa sifatli deb bo'lmaydi, albatta. To'g'ri? Birinchi sertifikatda bu narsa hisobga olinmaydi. FDA va GMP sertifikatlarida esa bu inobatga olinadi. Bu inglizcha sertifikat. To'rtinchi sertifikat juda muhim hisoblanadi. Siz u haqida bilasiz? ISO. Bioqo'shimcha ishlab chiqaradigan kam sonli kompaniyalargina bu sertifikatga ega. Va aynan mana shu sertifikat aytgancha Tianshi kelganda O'zbekiston nechinchi davlat edi? Rossiya 23-chi bo'lib qayd qilingan. O'zbekiston nechinchi bo'lgan? O'zbekiston 40 nechinchi bo'lsa kerak. Xitoygacha bo'lgan masofa qancha bu yerdan? Yaqin, to'g'rimi? Xitoy yaqin. Rossiya va O'zbekistonni solishtirsak, Xitoy ancha yaqin. Ammo negadir Rossiya 23-mamlakat bo'lib hisobga olingan. O'zbekiston 40 nechinchi. Buning sababi aynan mana shu sertifikat bo'ladi. Gap shundaki, shu sertifikat bo'lganligi sababli bioqo'shimchalar ko'p qabul qiladigan davlatlardagi insonlar juda ko'p sotib olishdi. Masalan, Yaponiyaning 95% aholisi qabul qiladi. Amerikada 85% aholi. Kanada va Avstraliyada Sog'liqni saqlash vazirligi programmasi bo'yicha tarqatiladi. Profilaktika maqsadlarida va bu 85-90% aholi degani, Yevropaliklarning esa 70%. Shuning uchun Tianshi birinchi kirib kelgan davlatlarda aynan mana shu sertifikat sababli Kanada, Avstraliya, Yaponiya
Amerikada yashovchilar uni yaxshi qabul qilishdi. Bizdagilar esa kam iste'mol qilishardi. Shuning uchun ular bu yerga kelishga shoshilmadi. Keyinroq bo'lsa ham kelishdi. Mana shu sertifikat sifat bo'yicha 20 bandga ega. Bunga kirishi lozim bo'lgan narsa, mana masalan Toshkentda doimo yangi kafelar ochilib turadi, to'g'rimi? Bu yerga birinchi kelganingizda hamma taomlar shirin bo'ladi.